bozorida faoliyat olib borayotgan Samarqand osh markazi haqida gaplashamiz. Samarqand bo'yicha birinchi oshni bizda olib kelgan akajon. Sizda sabzisi alohida, guruchi alohida, go'shti alohida akajon, hamma narsasi alohida. Bir kunga necha kilo osh qilinadi? Akajon 30 kilodan to 70 kilogacha osh qilamiz akajon. Kechga ham ishlaysizlarmi? Kechga ishlaymiz akajon, iftorlik uchun osh qilamiz, to'la palov, yangicha tam, yangicha o'zgarish akajon. Bu aytamanki akajon, bu oshni yeydi, menga nima bo'lyapti deydi akajon, buni qarang. Bu paychasi alohida tema akajon. Ichiga tuxumcha, pay, hammasi bonusiga akajon buni. Xil ovqatlar bor bu milliy taom. 50 xil ovqatlar bor akajon. Hammasi Samarqandskiy ovqatlarni olib kelganmiz akajon.